Mashinamiz oq bo'lishiga qaramasdan mana shu kapotiga zona risklarini okamiz bronirovka xizmatimizdan foydalanib bronirovkamizni qildirib qo'ydilar. Ertaga bemalol mashinani olib chiqib bossalar ham mayda chuyda toshlar xudo xolasa okamizda muammo bo'lmaydi. Tashqarida yana qilgan ishlarimiz okamizga polni krugoy tonirovkalarni qilib, laminatsiyalarini oyoq chiziladigan joyini yechib ichiga qayirib qilib berganmiz. Okamiz tonirovka urganlardan keyin bemalol yurishim uchun slipoy zona kerak bo'ladi. Ukam shunaqa narsani ham qo'yaylik dedilar. Okamizni slipoy zonasigacha qilib berdik. Saloniga keladigan bo'lsak, okamizni saloniga ham ancha pul tiqdilar. Mana shu monitor bilasizlar, MCMda pastda mana shu yerda bo'ladi. Yechib, xuddi Monzadagi qilib monitorlarni ham qo'ydirdilar. Nima detal bo'lsa, hammasini qora qildilar. Даже patologlarga ahamiyat berasizlar. Avtotikandan qilib berganmiz. Stoykalarigacha bo'lgan. Xudo xolasa okamizning ishlari chiroyli bitdi. Okamizga yana nima qilib bergan ishimiz esdan chiqib qoldi-yu, bu okamizga polni full grutlari bilan shumizolyatsiya xizmatlarini qilib berganmiz. Premium klassda bo'lgan. Okamiz endi tashqaridan shum ham kirmaydi, maza qilib yuradilar ko'chada, xudo xolasa bu narsalar ham bitgan. Okamiz kichkina detal bo'lsa ham o'zini pultidan zavod qiladigan sistemasini ham qilib bergandilar. Hozirgi kunda MCMga faqat bloki bor. O'shani qo'yib berganmiz. Pultlardan ham zavod qiladi. Inshaalloh okamizning ishlari hammasi bitdi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamli telefon kelasizlar. Xudo xolasa ishlarni chiroyli bitkazib beramiz.